Hammaga assalomu alaykum. Mebel texnikali tayyor hovlimizda chiqyapti. Mirzo-Ulug'bek tumani Akademgarodok IT parki yaqin joydamiz. Yozgi oshxonamiz navesosda qilib qo'yilgan, unaqa chiroyli uголокlarni qilib qo'yilgan. Tak, darvozaxonamiz avtomatik darvoza qo'yilgan. Uyimiz uglovoyda joylashgan. Tak, mebel texnika hamma narsasi tayyor. Podvol, birinchi etaj, ikkinchi etaj, 6 ta xona. Uy ichida jami 3 ta sanuzola bor. Birinchidan boshlaymiz. Shunda kirganda hol bo'ladi. Televizor ko'rib o'tirgan zonamiz biokamilda qo'yilgan. Marhamat, remontlari juda ham sifat bilan qilingan. O'ng qo'limizda katta stroyniy shkop, chiroyli dekoratsiyali daraxtlarimiz va o'ng qo'lda oshxonamiz. Ovqatlanadigan zonasi, polo panoramli oyna, почти ozgina ko'tarilgan poldan. Tak, texnikalari hammasi tayyor. Hoffman brendiga tegishli xolodilnik, mikrovolnovka, pechka, kir mashinalari ham chetga joylashtirilgan. Tak. Domofon, termostat datchiklari suvni kontrol qiladigan va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Kattagina unitaz, bedi, hammasi akkuratniy holatda. Uyimizda absolutni yangi, hech kim yashamagan. Tak, bu yerda zalimiz. Zalda ham stol stullari уже tayyor. 100% bo'lmasa ham почти hamma narsasi tayyor. Konditsioner, televizor gilam olinsa bo'ldi. Bu yerda televizor iladigan zonamiz va birinchi qavat uchun spalnya. Shkop. Uyimizning единственный minusi mashxonada oynasi yo'q ekan. Nariyoq tomon qo'shni bo'lganligi uchun bu yerga surishadigan bo'lsa, xonasi ishim kichkina bo'lib qolardi. O'sha hisobiga shuna qoldirishgan ekan. Havo aylanishiga ikkitalab ventilatsiyalari bor. Shkoplari qo'yilgan hamma narsasi. Endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Zinavari ham polni MDFdan qilingan. Bu yerda ham daraxtlari, polni oyna. Yorqin rangda tanlangan ekan, hammasi atachentadan chiqqan. Eshiklarimiz ham yaxshi eshiklar qo'yilgan. Chiqqanimizdan uni hol qilib qo'yilgan, uголок qilib, balkonlari ham bor. Katta qandil va birinchi spalnyamiz, marhamat, детский spalnya. Ikkita chetda oynasi bor. Marhamat. Har bitta xonaga alohida rangda qilingan. Mana kojinnigan takoy. Mebel so'ragan o'zimga ham yoqdi. O'tiriladigan joy, uголок, rasm, mana bu yerda balkoni ham bor. Tak, to'g'risida yana bitta детский spalnyamiz. Marhamat, shkoplari ham bor. Ikkita детскийga o'rtada kattagina sanuzolimiz bor. Bu yerda vanna ishlatilgan va bu yerda yana bitta spalnya, xuddi boyagi glухой spalnyani tepasida joylashgan, buni fortichkasi bor. Havo aylanishiga ventilyatsiya ham qoldirilgan. Bitta shkop. Oxirgi ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnyamiz. O'zining ichida sanuzoli ham bor. Bitta shkoplari tayyor holatda. Make-up zona, bitta pufik qo'yib tak, marhamat. O'zining ichida sanuzoli bor. Endi sizlardan podol qismiga tushamiz. Podolga tushirishimiz ham kaktus qaraydi. Terrasdan olib kelgan bo'lsa kerak, tushganimizda podolimiz yaxlit qilingan. Mana kattagina, marhamat. Bu yerda alohida qilib bo'lib tashalmagan. Yaxlit bitta katta qilingan. Fortichkalari bor. Bu yerda bitta alohida xona qilib qo'yilgan. Yana garderob nimadir qilib ishlatsa bo'ladi. Детский площадка qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana bu mebellar yasab qo'yilinsa, oyoq kiyimlar hammasini taxlab qo'ysa bo'ladi. Tak, bu yerda kotelnimiz joylashgan. Xudo xohlasa hammasi akkuratniy. Косвенный boiler, kotel, nasoslarimiz, tak. Rashbak hammasi akkuratniy qilingan, xudo xohlasa. Bu uyimiz Mirzo-Ulug'bek tumani Akademgarodok IT parki oldida bo'ldi. 350 kvadrat, 2.6 sotuv. Uyimizda yangi, absolutniy hech kim yashamagan. Narxi 460 ming shu turishi bilan. Narxini hozir tushirdi anchagina. Xudo xohlasa zo'r narx bo'ldi. Yoqqan bo'lsa like bosishdan chiqmasin, salomat bo'linglar.